Mana yetibim kelib oldim. Уже 13-chi qishloq. Вообще нормально. Короче, sen vermisan? Da ben vermem. Короче, menga tak bir boyroq, manda chiroyliroq, bir zo'rroq uy kerak. Qishloqda tak ana uy kimniki? Egasi yo'qmi? Yo'q, egasi yo'q. Men sotib olmoqchiman. Tak, qara, men senga shuncha pul beraman. Hozir qarab tur. Yetami? Ha, bemalol. Bo'lmasa uyda kaliti bormi? Ha, menga kerak-da. Ha, meni oldimda turibdi, qara. Ha, ko'rdim. Oldim. Pullarni olib kerak. Короче, так, menga Ha, o'tkinchi bitta narsa. Mana bu to'g'rilikdagi uyida, bu meni uyim. Tak, bu uyda ketmaman. Polizlarni yig'ishtirish uchun senga ketman. Shuni oldini ishlarni qilaver. Rahmat, давай. Ko'rishamiz, mer. Potikans, короче. Так, братаны, вообще. Да, братаны, вообще-то я полностью смогла. What the hell? Bratанlar mashinalarda zo'riyor. Wow. O Lamborghini. Wow. Lamborghini nima? Nomini chi bilmayman. Işte. Так, ortada вообще yok. Ana şkaflar işlemi ya işlemeyiz gel. Şuraya için değil. Tak, bratанlar shotki normal istepul var. Bemalol ishlataversam bo'ladi. Так что так soat necha bo'ldi? 2dan 9 o'tibdi. Bugun kun nima? Bugun kun sonli. Seshanba. Shunda bir ayol kelaychi qishloqda obzor qilib kelaylik. Wow. Нормально. O'rtoqlar, так что birovda axir. Tak, Lamborghini'larni minib ko'ramiz. Uy udarmi? Так что men uchun qimmatroq-da. Qimmat emas, men uchun-da. Wow. Qizdirish kerak. Uy, cho'tas. Uy, uyimiz bormi? Так что o'shalarga qo'ysam normalmi? Mana shu o'qqa yoqdi-da. O'ninchi qishloqda jitirlar gapiradi deb eshitdim. Rostdan ham gapiramikan qani? Cho'ta kimdir gapirdi. Ovoz balandmi? Ovozlar zo'ru. Tak, bratанlar. Bugungi videom birozgina qisqaroq bo'ladi, chunki tak что men yangi uyim obzorlar bilan вообще tak yana nima qilishim kerak-da. Tak. Help. Bag'amda uyingizni rejasini jo'natyapman. Ulkan uy, hatto meniki ham bir qavat pastroq. Hamma yoqda qisini yuvib ketadigan Mer ko'rmadi. O'rtoqlar. What the?
13. qishloqqa mana 9-chi joylar ekan. Keyinroq ko'ramiz. Bu videoni ikkinchi qismida kimda ko'rmoqchi bo'lsa, obzorini mana shu joylarni boshida tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda sindirib olgan kameralarni. Okeylar, men bitib chiqib oldim. Mana shu blokni olib. Okeylar. To'xtanglar, bu kompotni uyimi? No, kompotni uyi rostmi? Eshik g'alati ekan-da. Nasıl bilmem. Eğer bilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Oho, kaput qo'yu, nima bu? Portal. What the hell, bro? What? Ketdim. Puli ko'p ekan. To'xtanglar, bratani, mana shularni yo'q qilib qo'ymaydimi? Har xil summatni qilib tashlab. Qarsak vazifamizni barbod qilishimizni aytdilarmi? Keyingi video qanaqa chiqsa? Men milliarderman. Yuppi. O'rtalar tekshir. Keyingi videoda mana shu mashinalarni nima desam? Mana shu mashina haydayman. Agar kimga men taksismasman, tush. Nechta qishloqimiz oldi. Qishloq taksist. Mashina uchmasami? Momangdagi deyman. Mashina uchmasam. Tush. Nimalar deyapsan? 90 kilogram otli odamlarni ketib Baş o'q mashinasi. Mana tashqi o'tolar. O'pishyapti. Mana shu yig'ilgan mashinani chiqarishyapti. Men artikani Bratanlar, videoni qiziq bo'lmayapti. Tekshda mana televizor. Nechun televizor? Вообще zато milliarderlarga shunday bo'lib turibdi. Tak, bratanlar. Bugungi videomiz shu bilan tugadi. Tak, ikkinchi videom mana shu quduqni obzor qilaymi yoki tak. Короче, да, menga g'oya kelmayapti, yozib orasida paka. Давай, paka degan ne deyishtirildi. Короче, xayr, ikkinchi videom qanaqa chiqsin? Bratanlar yozib ketinglar.